Sotuvimizda Toyota Camry sotiladigan mashinalar bo'lsa ham ayturinglar, narxini kelishib, qo'lingizga naqd pul berib olib qolamiz. Mashinamiz 2008-yilda ishlab chiqarilgan 2.4 atmosferniy motorda. Kimga qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ringlar, mashinani obzor qilib beraman. Toyota'ni maqtash shart emas, o'zi buni ishqibozlari qanaqa mashinaligini yaxshi bilishadi. Mashinamizni bitta video qilib obzor qilib beraman. Kimga yoqsa, telefon qilib baraka qilishingiz mumkin. To'rtta yumshoq yaxshi Nexin ballonlari, tonirovkalar urilgan. Kam kosti yo'q, olib mazax qaydisiz. Mana zadniy vid kameralari, mashina benzinda, gazda emas. Mana salon ko'rinishlari ham zo'r, akkuratniy bo'lib turibdi, benzinli salon. Mashinamizning probegi 233 ming kilometr. 233 ming kilometrda mana mashina mana shu holatda. Bu degani akkuratniy haydalgan mashina. Orqa salon ko'rinishlari zo'r. Mana shu mashinani eshik yopilishlariga 5 ketaman. Shumka bo'lmagan, lekin zo'r ishlangan mashina. Bu mashinamizning narxini 11 ming dollar qilib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol telefon qilib baraka qilishingiz mumkin.